Kayfiyat tez o'zgarishi buyrakdanmi? Yo'q. Ko'proq kayfiyatni tez o'zgarishi bu qalqonsimon bez faoliyatini yaxshi ishlamasligidan bo'lishi mumkin. Tez charchab qolish jigardanmi? Haqiqat. Ko'pincha birinchi simptomlari tez charchash bu jigar kasalliklarida ko'rinadi. Soch to'kilishi, teri qurishi anemiyadanmi? Albatta, anemiyaning ham belgilari soch to'kilishi, terini quruqlashishi, bosh aylanishi, boshdagi og'riqlar bilan kechadi. Ko'z chaqchayib qolishi o't pufakdagi toshlardanmi? Yo'q. Ko'pincha qalqonsimon bez faoliyati bilan bo'ladigan kasalliklarda ko'proq ko'z chaqchayib qolish holatlari kuzatiladi. Badandagi dog'lar ko'p uxlamaslikdanmi? Ko'proq yo'q, chunki badandagi dog'lar ko'pincha dermatologik kasalliklar ham bo'lishi mumkin yokida parazit va ovqat hazm qilish jarayonining buzilishi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Oyoqdagi og'riq qandli diabetdan bo'lishi mumkinmi? Albatta, qandli diabetda ko'z nurini susayishi, xotirani pasayishi, tez chanqoq va albatta oyoq og'rig'i bilan kechadi. Yuqorida sanab o'tilgan muammolar qaysi biri sizda bor? Agar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.